Hammaga salom, sizlar bilan Gats. Bugungi videoda telefon uchun ajoyib shader modini afzal qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin like bosishni A few moments later. Mana dunyoga kirib oldik. Mana bu mod qo'yib ekan. Mana bulutlar, quyosh ana. Qarang, bulutlar ham chiroyli. Eng muhimi mana bu ko'rib turganingizdek realistik. Qarang, 3 ta qo'yib berilgan. Ko'rsak, mana ko'rsating buni. Mana suv bu haqiqiy dunyoga o'xshab berilgan ekan. Mana ko'rdingizmi? Mana suv chashab ketayotgan. Ko'rsangiz, mana qo'ylar bu qo'ylarga hech nima qilmagan. Ko'plarga, o'simliklarga ham va daraxtlarga ham narsa bo'lmoqda. Endi tunni ko'raylik. Tunni mana tun zo'r bo'lib turadi. Tun ham oy biroq ko'rinadimi bilmayman. Mana biroq men oyni ko'rgan edim. Har xil oylarda to'lin oy, yarim oy deganlarni ko'rgan edim. Mana endi biz quyosh chiqishini ko'ramiz. Qarang, naqadar go'zal manzara. Bu maqomga yaqin deb o'ylayman. Mana endi quyosh botishini ko'raylik. Qayerda? Quyosh qayerda? Quyosh qayerda? Oy degan. Mana bu oy. Mana yarim oy deganim. Bu manzara. Mana agar bu shader qayerdan olaman desangiz, mening mod kanalimdan olasiz. Bu kanalning silkasi opisiyanada bo'ladi. Videoga qolmasa obuna bo'lishni unutmang.